O'zbekiston primadonnasi Xulkar Abdullayevani davramizga taklif etamiz. Lekin doğrusu azatdim. İkinci vlog. Ro'chasi Xulkar Abdullayevani konsertini kutayotirmiz. Markaziy restoranda Shoha bilan kuzatib borasizlar. Shoha Tutaklarman. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Bugun konsert xudo xolasa nasib bo'lsa Xulkar Abdullayev bilan birga shou o'tkazamiz. Shou men o'zim xudo xolasa markaz restoranda. Kuzatib boringlar. YouTube'da konser oxirmadan qo'yiladi. Tamam, qo'yiladi. Kuzatib borasizlar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Boshqatimiz bilan turibdi. Hayajonlidan kutaman. O videoni oxiridan ko'rmasangiz, umidi musofirdagi do'stlarimiz uchun xudo xolasa bu ishdan kelib zerikib qoladi. Bu yondagi bo'lib turgan voqeani, o'zgarishlari, yengilliklari ko'rib turadilar. Bu videoni musofirdagi jigarlar ko'rmasa umidi lekin yomon. Hozir atmosferani ham ko'rsataman sizlarga. Вот так. Xulkar Abdullayevani davramizga taklif etamiz. Guldiroz qarsaklar bilan. Qani hazaras beshilmay turibdi. Bugungi kuy qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Asosan sho'x qo'shiqlarimiz ko'p. Agar meni repertuarimdan eshitasizlaringiz kelgan qo'shiqlaringiz agar aytilmay qolsa, bemalol kelib so'rashlaringiz mumkin bo'ladi. Chunki repertuarimizda 300 dan ko'p qo'shiqlarimiz bor. Endi hammasini bugun aytib o'lamiz. Shuning uchun eng saralarini xudo xolasa aytib beramiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat. Konsertimizni boshlaymiz. Marhamat. Başlanış zor. Bu gelipken lekin hayatda kim kichkina kechagan. Men boylar bilan tabol edim. Lekin hayatda kichkina ekan. Xudo xolasa konsert bayzini olamiz. Videoni oxiridan ko'rib, like'larni, podpisalarni bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Hammangizni yaxshi kayfiyat.
Xorazmda bu. Qarab, biri hazırlaslar yapacağımı çoğunluk tutgan ekan lan. Qo'l kelibgani. Nechun desa, o'rta birinchi qo'shiqdan chiqib ketdingiz adam. Xushyansalarda qilamiz, настроение zo'rmi? Yapacağımlardan настроение zo'rdan, buratlardan настроение yo'q. Настроение zo'rmi buratlar? Молодец. Xushyansalarda qilamiz. Birdan so'z, birdan suhbat bo'ladi bilasizlar, hamma yerda. O'yinlari, shoularni davom ettiramiz, настроениeni ko'taramiz. Bir guldiroz konsertlar bilan. Hazaros eshitmaydi. Молодец, молодец. Xushyansalarda qilamiz. O'yinimizni, showimizni davom ettiramiz. Yurakimda o'ti bor. Hozir kimning o'ynab turgan yapchalarimizdan mana 3 ta yapchamiz kerak bo'ladi. Xulkar Abdullayev birinchi chiqishi bo'ldi, ikkinchi chiqishi ham bo'ladi. Videoni kuzatib borasizlar, hozir fikrlarni so'raymiz. Nechik vibe aldilar. Hozir bir chiqish aytib berdingiz-ku. Nechik oldi fikringiz? Qaysi kanalda? YouTube. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Biz bugun Hazarasp elindamiz. Hazarasp elinde juda ham zo'r konsert bo'ldi. Hozir bir chiqish aytdik. Hazatib ayollarimiz bilan raqsga tushdik. Hamma xursand, men ham xursand. Xudo xolasa yana bir marta davraga chiqamiz. Xullas, markaz restorani juda ham chiroyli. Bizni taklif qilgan shu markaz restoraniga, shu yerdagi barcha xodimlarga kattakon rahmat. Hammaning ishini omad tilaymiz. Bunday restoranlar ko'payaversin, chunki bizning xalqimizga zo'r eng zo'r restoranlar yarashadi. Hammaga omad. Ona qistandingiz? Çalıştırmağınızı. Doldurun. Şartlarımız var öyle, doktor git kaman. Nereden bir kere düşündüğünüz siz şartı? He? Vaktan duradı mı bu? Kani iştemiz? Kani? Kıstanmağına İştin yapı yaşalım. Çalıştırmağın. Kıstanmağına. Keyinki iştirakçımız. Tamam. Kani? İştin. Tamam. Yeter. Nani tuttursiz? Nani tuttursa, poyuz öptü. Yetti poyuz. Zaylık kıstanmağına. Tayarması düşündüğünüz aşağıdan. Boldu. Bir. Kıstanmağın. Boldu imkan vermez. İştiyiz ku, 6 iştirakçıdan, 5 iştirakçıdan ki siz iştiyorsunuz. Okurda unutursunuz. Boldu. Oyuna başkandan başınız. Karangla. Koş koyladı oynayımız. Oynadı olmaktı. Yaxşı kıstanmıdır oynayın. Yaş bana götürüp duramam. Koş kalanasılar, zal içinden bana sorulan nersen tap parasılar. Zaldaki bor nersen soruyma. Şunu bana 20 sekund içinde tap çalışır gerek. Kim birinci tapsa canattan içinde oturadı. Tabandan kolundan içeri oturadı. Oturgandan keyin oxirida bir ishtirokchi kecha olib kelsa chiqib chiqaradi. Tushundingizmi masharti? Shart tushundingizmi qay? Yana nima bersam bo'ladi sizga? Qolgan narsangiz bilan. Bo'ldi. O'zim 15 so'm qilib naftar beraman. Keling. O'ynab olamiz. Konsertga bo'lsiz. Konsert! Oyna. Zaldan bana Pepsi kapakını tapacaklar. Pepsi kapakını tez. Pepsi kapakı. Tez. Oturamız. Pepsi kapakı oturamız. Kapak açarız gerek. Kapak. Açamız. Oh. Hani yine bir işler çıkar. Hop. Cepteyiz. Ne bu?
Oxşamadimi? Degan seyratga. Xafa bo'lishib turamiz sizlar. O'tirib qolmang ko'p. Bir tursini olib tashlaymiz. Xushyorsizlar qolamiz seyratga. Bir tilaklaringiz. Kelgan mehmonlar. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga qasamon. Mana shunday ajoyib Hazarasimizni ko'rkina ko'r qo'shib turgan Markaz kafesida mana shunday ajoyib konsertlarni bizlarga taqdim qilib turgan, barchamizning ko'ngillarimizni xushlaylab turgan Amonboy og'amizni, Markaz kafesini, xodimlarning ishlarini omad tilaymiz. Hazarasimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, to'y bo'lsin, hamisha xonadonlarimizda yaxshi kunlar bo'lsin. Qarsak! O'tirdilar. Qarsak chaqirtiramiz. Mana 200 minglik, 100 minglik, 50 minglik, 10 minglik, 20 minglik, 5 minglik, 2 minglik degan pullar topib kelishingiz kerak. 50 minglik, 20 minglik, 10 minglik, 5 ming so'mdan bor ekan menda. Yaxshi. Qani biroq jatdi. During. 100, 200, qani 50 menda. 50 qani? Qachon turib 50 topib keling. Qani? 200 50, 100, 20, 10, 5 kana. 5'lik. 5 yok beyde. 5. Turamiz. 5. Oturun. Qani? 100 minglik, 50 minglik, 20, 10, 5, 2. Yaxshi yaptı. Durun. 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 minglik ya. Geçe kaldınız ku? Hemmesi var ya. Ağa, mağaran nasıllar tushunmaysa, pul ma'bari nima bo'lsa? Kimchi bu? Hop. Kimga kerakmaydi bu? Hammasi bo'lma. Qarsaklar bo'lsa shular uchun bir guldiroz qarsaklar. Молодец. Bu 200 mingni ham topdi. O'yna. iPhone 17. iPhone 17. Yaxshi atlet. Qarsaklar bo'lsin. $100 topdingiz Allah. Tez. $100. $100 yordam berishingiz mumkin. Qani o'tiramiz tez. Yordam beramiz. Qani. İşiniz o'tacak o'xshaydi. Qarang, menda 3 ta erkakda ikkisi birisi qoldi. Siz harakat etdingizmi? Erkaklarda o'tib keldingiz. Shu harakatni to'g'rimi? Qarsaklar o'tirsa ayollarimiz uchun $100 originalmi? Mana aytamiz. Sen bering. Beringmi? Al telefon pechikmas. Yaxshi. Men qilamiz. Hazırlashaman. Bering. Aka xafa bo'lish yo'q. Qarangasa. Sapotarkan bu. Qarang aka. Siz Markaz restoran tomonidan 200 ming so'mga bo'lishi. Xolaga vaqtingiz kelib yeyish ketasiz. Mana kirpiç topdinglar. Kirpiç. Yuguramiz. Tez. Kirpiç. Oyda! Qarsaklar bo'lsin. Yok, elde kerpiç var mı bu, doğru mu? Kerpiç de baytırladı bu. Bu size, padarca, 100 ektes. Qarang, Malaviz tebriklayman, kiz balaxonamizga şuradan yetib keldingiz. Size Markaz restoran tomonidan ozatimman. Markaz Quvvat degan taomini sizlarga taqdim etamiz. Bugun necha kirdingiz? 8. Maktabdan necha sinfsiz? 1. Молодец, tabriklayman. Bir qarsaklar bo'lsin shu Irodaxon qizimizga. Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Zo'r bo'libdi, pul kerakkan gazetani yomon tutdi. Qalaversa, algom yo'q deb chanda. Shu xizmatda yana xudo xolasa. Sham bilan qalaversa o'zi. Shakl hozir atmosfera restoranlar qilib dil so'z shart emas. Qo'shni chiqqandan bir xudo xolasa 10 yil bo'lib qoladi.
Nechik bo'ldi tag'a? Zo'r, aytay. Vayt nechik oldi? Men lekin to'g'risi azatdim. Aytdim, hozir mikrofonda ham aytdim. Men juda ham xursandman. Zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Endi navdi bizning repertuarimiz o'zimizni xalqona qo'shiqlar, to'ydim bo'ldi kush qilib, hamma o'ynadi. Rahmat. Hammasi yaxshi, ajoyib hammasi. Hammasi zo'r. Hamma rozi. Markaz kafe zo'r. Adın kim? Lekin nekka beradi. Beatboy aka, beatboy. Betboy lekin zo'r lekin. Zo'r ishlar beatboy. Oy, beatboy Chilonzorskiy aytadim. Sizlar bilan Mir Pro bo'ldi. Telefon zaryad komanda sho'rnani kuzatib yozasiz, like, komment. Yaqinlazıyor Ko'nglar Rossiyadagi ile konsertga kelolmaganlar. Yurt turan lazım bugünkü Merkez Kafe'nin organizatörü Beksat Bekberega. Berega. Mehmet Tozi Xorazmdan chapar ayting bu. Ondan ko'p. Ondan keyin YouTube proyektlarini yuritasan. Katta blogerlar. Молодец uchun Xudo xolasa bizlar ham boshladik. Omad tilab qo'yasan. Xudo xolasa. Bugun konsert ish bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Bom bo'ldi. Rahmat. Chiqib o'ynading bugun. Agabek akşamdan. Zakon oldu. Hammet atmosfera. Ağım milyonu verilsa. Geldi. Qaytdi yani. Esi şu polo kodukta bolamız. Jim imsim telefona qarab turgan insonlardan birisi Rasulbek do'stimiz. Shu Nodida Shohpolvon kanalini o'zi bakinglar. Konsert bugun zo'r bo'ldi, chotki bo'ldi. Hammaga palon takdamiz tamom. Bugun konsert zo'r bo'ldi. Xudo xolasa keyingi konsertlardan kutib qolamiz. Nasib bo'lsa bundan ham zo'r bo'ladi deb umiddaman. Nasib bo'lsa Merkez restoranning ishlarini omad tilab qilamiz. Birgalikda kuzatib boring. Xudo xolasa bundan ham zo'r konsertlarni qo'yishga harakat etamiz. Ag'amlar Rasul qaytma Shohpolvon sizlar bilan bo'ldi.